Assalomu barchaga. Biza Hamroh Hazorat filiali xodimlari Tuproqqal'a tumani birinchi sonli bog'chaga shu pilisosi sovg'a sifatida topshirmoqchimiz. Sababi bular xodimlar yil davomida bizada aktiv bo'lib, ko'p shartnomalarni tuzib, narsalarni ko'p xarid etdilar. Shunday sovg'alarni yutib olish xohlasangiz, hamkasblaringizga jo'natinglar, sizlarga ham tashkilot shunday ko'p narsani xarid etsa, bundan ham katta sovg'alari sizlarga sovg'a sifatida topshirib yurish bizlar ham nasib etsin. Hammangizni kutamiz. Tashabbuskor mijoz loyihamizda Gulzira aka siz boshchiligingizda bog'chamiz xudo xolisa g'olib bo'ldi. Sizlarga katta rahmat aytamiz. Shu plisosni bog'chamizda sovg'a sifatida beramiz. Xudo xolisa keyingi yillar ham shunday aktivlik ko'rsatsangizlar, bizga bundan ham katta sovg'alar siz bog'chamizda sovg'a sifatida berib yurish bizlarga nasib etsin. Do'konimiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, bemalol aytib o'tsangizlar bo'ladi. Do'konlarimizda kurashlar xarid etdik, natijaga xayriyat saytib bog'cha rahmat sizlarga. Yana qolgan ishchilar ham taklif etamiz. Sababi bizda yangi aksiyasi boshlangan. 10% chegirma bonusdan bo'lib turibdi. Undan tashqari har bir 4 milliondan xaridlari elektron chipta berib turibdi. 28-chisiy kuni katta o'yin o'ynaladi. Ya'ni 24 qimmatbaho sovg'alar yutib olish imkoni bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizlar ham do'konimizda kutib qolamiz. Aksiyadan unumli foydalanib, shunday sovg'alar yutib olish nasib etsin sizlar ham. Kutamiz. Rahmat.